Siz qayerga Ha? tutuyor? Men Ishaliyman. Misol yomonlikmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Nima bo'ldi? O'zgarish bo'ptimi? Anam menga qara. Bitta dasturxonga bir narsa soling. Misol yomonlikmi? Mashxonaga ham qo'yapsiz? Ada. Hozir endi menga xontasdan o'zyapti. Yo'q, mana men aytganday qilib moni katta aytirib, moni mayoqqa suramiz, ashunda bunday yuraverasizlar. Deymi? Video çekmedin mi? Bo'ldi ana. Video chekiring. Video chekiring. Video chekirmaydimi deb ular ham shashilgan. $100. Sanca Mana. Dasturxonimiz ertaman hadmiga xudo xolasa tayyor. Ro'satchi yo'qda. Qo'lingiz bor ekan-a? Ha yaktı. Yo'qdi. Belki qovun, non, hammasiga joy bor. Çok ko'p bo'ldi. Endi necha talant san'atni nima talant san'at deydimi? Shularni ko'rsatib beraylik dedik. Hoji bola chaqiryapmisiz? Hoji bola! Pantlarni ona nimalarni oladi. Ey hoji bola! Onalardan onandaylik olib ketdim, qoldim. Kichkinalikdan qoldim. Ana shuni qo'ying. Dasturxonda o'tirib beribdilar. Ertaman yarasharmikin deyapsiz. Hozir nasıl uxlayapti mashinada? Nimaga mashinada uxlayapsiz? Uylarimiz bo'lmagandagi mashinada Ha, mana xonada uxlab turamiz bugun. Joy ko'ribsizlar, bugun uxlaydigan xonamiz. Yana açık joyga chiqamiz shekilli. Ha? Ertaman qaysi birimiz qilib qo'yamiz. Mana shu yotib damda olaveramiz. Ha, damdan oladi. Bag'aga tashqimi. Xona yoqdimi? O'ta krasavchik. O'ta. Endi men to'p qilmadim, Rustam. Video oladi, boshqa. Mana hoji bola, menga o'tirib yarasharmikin. Keling endi bir. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar. Oldasi ollaga bir bahoyir. Mashada keling. Kelaver. O'tir. Kelaver. Bo'laver, kelaver. Keling hochikaga. Gözünü içi bildim. Dasturxonlarni hammasini Hay, tayyorladim. menga o'tib ko'ringlarchi, yarasharmikin deyapti. Ha. Kunlarga yetguncha qancha og'ir? Usti mana Minnat. Keling hochika bir. Yo, o'z Yo'q, bor. yo'q bir. Düşükle dua. Amin. Dua. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ashabi azmain amolat. Ey Allah'ım. Bana bugün juda uzak tutilgan salkam bir oy vaqt shularga niyat qiluvdik mana Xudo xolisa mana ashkulaga yetkazdi. Amin. Allohim shu kunlarni ko'rsatingga o'zingga hamd va shukrlar bo'lsin Allohim. Shu hoji akalarim, hoji ukalarimiz, mana shu bloger Rustamjon, Azillo, ukamiz Sirojiddin, ukamiz bloger. Mana Asrorbek ukamiz juda mehnatlari juda ko'p singdi. Qolaversa mana Namanganlik hoji akamning ham mehnatlari singdi. Mana qo'shnilarimiz hoji akalar bor bu yonimda o'tirib. Nima kamchilik bo'lsa Yetkizgan mana Allohga mehriga shukrlar bo'lsin. Mana qolaversa ozmi ko'pmi musofir yurtlarda yurib, ashirlarda qo'linglarda kelgancha mablag' bilan shu Rustamjon ukamizni mana mablag' bilan ta'minladinglar. Allohim bergan ehsonlaringlarni 100 barobar, 1000 barobar qilib Allohim ko'rsin. Oxiratda so'nggi nafasimiz qolib narga chin dunyoga ketganimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhi vasallamni qo'shnilari shafoatlariga qo'shnilari bo'lib yetkazishlarga barchalarga yetkazsin Alloh. Qolaversa hoji opamiz bor mana, hoji akamiz bor. Bularni ham umrlarini uzoq qilsin, rizqini ul qilsin. Mana xonadonlarda shu ukalarimizga, hoji akalarimizga joylar berib, ozmi ko'pmi o'z mehnatlari bilan nima qildi. U mana shu Rustamjonni ham kelasi shu vaqtlarga 50 ming, 100 ming prosmotr bo'lib, yaxshi mashnaqa ishlarni qilib yurishinglar bardavom bo'lsin. O'tgan katta proyektlarga qani hoji akalar, hoji ukalar desa, labbe deb biz yonida turishlik nasib qilsin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan fil azabanna. Allohning mahsus soziga rahmatga ya arhamar rahim. Allohu akbar. Kam bo'lmang, Rustamjon rahmat. Rasa hani dilimizda hal bozor qilyapti, shunaqa yuragim bo'lsa, hashirda duolar yotib ketdi-da. Hali qizlarni ko'rib, hamma muzlab ketdi. Qilgan nimalarni. Lekin ash qizlarimizga, nasha Qo'g'ontepadagi bozorchilarga, ashlarga ham Allohim biriga mingini bersin. Rasul Husan bo'ldi, mana hojapam, mana ukam, mana duo qilib ashida endi siz ham xudo xolisa ertaga asha chiroyli kommentariylarda hojalarimiz, hoji onalarimiz, hoji singillarimiz, musofirlar shularni ham haqiga bir duo qilib qo'ysin. Mana hadima ertaga marfu qilganda qorakalarga aytamiz xudo inshaalloh. Mana bularga ham duo qiladi xudo xolisa. Hoji aka, ta'sirlanadigan joyi, misol bozordagilar siz borib aytib nima qilyapsiz-da. Alloh ajrini bersin ularga. Bizga ko'rib turganlar onlayn ko'radi-da. Hattoki bizni qo'limiz ushlamagan, biz mashinikmizmi, kimligimizni bilmaydi, to'g'rimi? Ishonib, shunchalik ehson qilib mana mashhurlar bo'ldi. O'zlari mana Rossiyani qaysidir chetida kerak bo'lsa uyi yo'q. Uyi yo'q, to'g'ri. Uka uyim yo'q, meni mana shunaqa niyat qilib tashlayapman deb tashlaydiganlar bor. To'g'ri. Hammalarga qadrdonlar shunaqa uylar nasib qilsin, uyi yo'qlar, uyi borlar, farzand talablar juda ko'p bo'ldi, bu proyektda telefon qilganlar. Shu imini farzand talablariga deb bitta duo qilib bering. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh. O'zbekistonda yurgan befarzandlarga Allohim ahli sog'lik, o'g'il, qiz farzandlarga xatolik etsin. Mana musofir yurtlarda mana kimki yaxshi niyat qilib ashlardan masovlarni ishlab yurishdi. Ko'p qarzdorlar bor. Uy solaman deganlar bor, mashina olaman deganlar bor. Sizlarga Allohim yaxshi manaqa o'ylagan ko'zlagan niyatlariga yetkazsin Parvardigor. Hamisha bundan chiroyli xayr ihson qiladigan, 100 barobar qilib Allohim o'zi qaytarsin. Hamisha mana shunaqa duogo'y bo'lib, ashillarda sizlar ishlab charchamayman Allohim. Kasalliklar bor, Allohim o'zing mehribonsan, o'zing bilguvchi, ko'rguvchi zotsan. O'zingni shifoy kalimlardan ulardan tez orada sog'ayib, mana shu saflarimizda xato olmay, bizga yonlarimizga qo'shilib yurishlaydi. Shu ukamiz Rustamjonda proyektlarga kelib, hech mablag' tomonidan, shu mehnat tomonidan yoniga kirib yurishlaydi. Barchalarimizga nasib ro'za aylaydi. Mana shu hoji akam ham o'ylagan, ko'zlagan niyatiga mana yoshi 65, aslida men teng ekan hoji akam ham. Ancha uchalarini uylarda yotishdi, pensiyalarni olib. Bu hoji akam mana salkam bir oydan beri tinmadi. Pensiya billah Alloh yo'liga mana bir so'm pul so'ramay xizmat qildi. Alloh o'zi sizdan ham rozi bo'lsin. Farzandlaringiz o'zi havasini ko'ring hoji aka. Dunyo turguncha turing. Jannatlarda hammalarimizni, meni ham, Rustamjonni ham, Sirojinni ham, Xotanbekni ham, bu ukamizni ham hammalarimizni bir-birimizni jannatlarda yana shunaqa o'tirishlikni hammalarimizga nasib ro'za aylasin. Allohu akbar. Ishlayapsizlar. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, kimdir qolib ketgan, shu bir oy davomida duo so'raganlar bo'ldi. Endi yoshligimiz bor, keyin esimizdan chiqib qolganlar bo'lgandir. Hammalarga xudo xolasa ertaga shu yerda qorakalarimizni duo qildiramiz yana. Hammalarga rahmat. Mana elektrik tog'am. Elektrik bo'lishdan oldin chakana xizmat qilmadi, loyiga botib ham ish qildi. Duo qilib qo'yasizlar. Hoji akam, tog'am Sirojin akam, mana Xotantoy akam ham rasm joyiga yetib keldi. Endi Xotantoyda proyekt bo'lib qoldi, agar bo'lmaganda velosipedda kelyapti. Hali bitta mashinachi ana qo'yib qolibdi-da. Qo'shni hoji buvam deydi, hoji onlardan keyin biz avroq turgan hoji buva bo'ldi. Hali qolgan qo'shnilar chiqmasa ham shular yolg'iz qoldirmadi. Mana andijonlik hoji buvam.
ertaga oshini yeyman, ovqatini yeyman deganlar kelaverasizlar. Nomeradi power bo'lgan. inshaalloh. Keyin Kelinglar. kattasiman Hoji buvamga. Xudo xolasa sizlar kutgan nimalar ham keladi ertaga. Inshaalloh. Shukrlar. Rahmat. Endi daston bo'lgan bo'lsa, darixonaga ham qilib bergan bo'ldik-a. Vallahi turolmaydi. Qanday yangi yilmi? 12dan keyin ham yeymi? Yo'q. Bolaringlar o'rnini to'ldirib qo'yamiz ertaga. Nima? Endi daston qolganlar nima bilan to'ladi hojani? Yamarasi yerda. O'zi Ha, non ham bor. Non zakaz qilingan yo'q-a? Bizni qo'ydik xudoga shukr. So'ngcha ham yemasizlar. Nimachi? Haligi bo'lmadi hoji aka? Nima edi u? Yo'q bo'lmadi. Kallagimi bu? Harakat O'ta qimmat aytdi. Qaranglar, endi aytib beraveraman endi mana shunaqa ishlarni. Hali ko'p narsani Bunisiga bordik, bunisiga ko'p narsani aytmaymiz videolarda. Hoji akam rosa yugurdi, bitta kannachilar aytdaman, 1 soatga javob beringlar dedi. Mana shunaqa deb rosa tushuntirdi, Ehsonga dedi, kamiga menga telefon qilishdi. Ehsonga anaqa bizniki mana anaqa deb sharoit tushuntiruvdi. Unaqa bo'lsa 1 millionga chop beramiz deb turishdi. 1 soatga 1 million ekan. 1 million endi hozir biz uchun Matqosimlar bor ekanmi? Matqosimda aytmabsizlar. mahalla Zakaz bor ekan. Zakaz bor. Endi hali to'y shu kanna bilan menimcha hali to'yga o'xshaydi. Shuning uchun qoldirib beraylik desak 1 million deydi, endi 1 millionga biz qasr kami bo'ladi-da bu odamni. Kelinglar. Haligi misol uchun musofirda ishlab oddiy $100 yo $200 chiqarib bergan odamchalik haligi nima emasdir. Qiynalmagandir deyapman sizlar endi. 1 soatga vaqtimiz so'radinglar biz. Mayli endi hammaga ham hisob bersin. Endi hamma kannachilar ham unaqa emas. Qadadir, uka deydi, jinnimisizlar, ehsonga qilyapsizlar ekan deydi. Faqat biz ashnaqasiga uchrab qoldik. Keyin kech o'zimiz ham bugun ertaman bildikda sunnat to'y qilishimizni. Behruzda Kechroq harakat. eshitib qoldim, shu sunnat to'y bo'lmagan ekan deb. Shunga harakat qildik. Endi kamko'slariga rozi bo'lasizlar. Lekin ashunda ham nimalar ko'p. Haligi bitta kanay bo'lmayapti xolos-da. Agar Qandaydir haligina usulli turda choldirib qo'ysalar bo'lmaydimi? Bo'laveradi. Turaylik endi. bo'laveradi, ovozi bor. Bitta hali otachilarga yozilgani bo'lsa, qanday cholib boraveradi. Kalankada. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hozir hoji buvalarim bilan birga jonli efir boshlab yuborishimiz ham mumkin. Video tugashiga, mana shu video. Bitta tugashiga Rustamjon to'yiga bitta o'tsanglar, jonli efir. Bu yerda ishlar bor.